bizga qilinayotgan haqoratni bizga oz narsa emas odatda. Ammo mo'shunaga chidab, millatimiz mo'shunada bir to'g'ri yo'l ana qalamiki, tep qalamiki, Qur'on yana dinning o'zimizga foydali tarafining o'zini, ya'ni millatni qutqizgan tarafining borlig'ini tushunsa, texmbek o diniy sohadagi mustahkamlik texmbek o'zi kuchayamiki degan maqsadda bu ishning o'zini qildik. Bundan keyin ham davom qilamiz. Xudoyim bo'lsa, yaqinda ta'til tugasa, ma Angliyada ta'tilning o'zi 9-oyiniki 4-5 tugaydi. Ashundan keyin inshaalloh shu Qur'onni beboshdan tutib, ashundaq o'zi bir tarjim qilib, shu millatga tafsir qilib turib tushuntirish niyatimiz bor. İnşallah şu vaqtda aramızda arabcha biladigan, dinni o'qigan bolalarning bir ishkisi bo'lib qolsa, u texmbek yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. O vaqtda texmbek muzokara qilib, texm mukammalroq o'zi tushuntirishga bo'ladi. Yana bir og'iz gap bilan xuloslagan vaqtda mening rost deydigan hech qanday odamning haqqi yo'q. Dinga kelgan chog'da Allohning degan rost, Qur'oni Karim rost. Buning o'ziga yana o'zi nim qilib, mening rost, Qur'oni Karimni qo'y degan odam bu to'g'ri odam emas. Biz asla o'zi biz bir millatga, bir tashkilotga ishlab boqqan yerimiz yo'q. Hozir 57 yosh kirdim men. Bu yoshgachalik ishlamabman. Bundan keyin o'zi ishlash meniki hech qanday o'zi yo'q. Sizlar tashkilotchilik qildilar sizlar. Tashkilot qurdik. Masalan, tashkilot qurishning maqsadi hamma nimiz vatan uchun, millat uchun ish qilish bo'ldi. Masalan, Norvegiyaga kelgan chog'da 2003-yil 8-oyda Norvegiya Uyg'ur komitetini qurib, shu tashkilotning beshida 3 yil turdim. Undan keyin Angliyaga keldim 2016-yil 11-oyda. Undan keyin bu yerda 3 yil Angliya Uyg'ur jamiyatniki to'ps turdim. Uni qurdilar shundami? Qurdim. Burun qurilibdi-ki, undan keyin yiqilib tushibdi-ki, undan qayta yo'lab, yana qayta o'z tashkilot oldiga akilib, shuni ustida 3 yil atrofida turdim. Uyg'ur maktabini qurdik. Undan boshqa zodi qayerda turgan bo'lsak, shu yerda vatanimiz, millatimiz uchun, Alloh rizoligi uchun o'zi bir kishilik hassimizni qo'shib keldik. Bundan keyin ham qo'shimiz inshaalloh. Bir odamlarning tillishi yoki haqorat qilishi bilan biz bu yo'ldan to'xtab qolmaymiz. Masalan, bayatini meyli, tağdaki meyli, bağdaki balla olsun, qarindoshlar hamimiz bizning qarindishimizlar. Ular to'g'riliq ba'zi gaplarni qilgan, masalan, ba'zi xato ketgan taraflar bor debchi. Hozir ham biz ularning dushman emasligimizni dedik zaten-chi. Aç derslerimizni anglashib oldim, biladimchi. Buni bunday deyishimiz sabab ularning qo'lida qurol borga men aytib o'tamiki deb qo'rqib devatamlar yoki bo'lmasa. Yo'q, unda gap yo'q. Chunki men ular bilan ko'rishgan nechiqatim, ularning vakillari bilan ko'rishgan Sapakoyning o'zida. Bu yerga maqsad nima degan vaqtida tamam, qurol etishni o'rganishimiz lozim, ammo qurolni birvisimiz qartib atmasligimiz lozim. Tamam. Chunki o Suriyada cho'ng jamoat, kichik jamoatda birvisi qurol atgan ishlar bo'ldi. Uni biz bilib turibmiz. Ammo bu qurolning o'zini biz atlagan nima biz Xitoyning askarlari qartib etishimiz lozim. Shuning uchun o'rganishimiz lozim biz. Bu qarindoshlarimizga bizniki bu qarindoshlarimizdan bizniki qaqshigan tarafimiz nima bo'ldi degan vaqtda ashad o'lib ketganligi qaqshidik biz. Ashad o'lib ketmanglar. U yerda bizniki o'lish vazifamiz yo'q. U yerda biz qurol etishni o'rgansak bo'ldi. Faqat vatanni, millatni ozod qilish yo'lida o'zi kurash qilsak bo'ldi. U yerga Suriya xalqi o'zi yetdi. Misolda, biz putlashib ularning o'ziga uni qilib olishimiz hech qanday hojat yo'q dedik. Allah razı olsun. Tushundik. Qarindoshlarimiz tushuna. Undan keyin sizlar bu xizmat, bu diniy xizmatdamdiq buni? Milliy xizmatdamdiq. Mesela Madaraydiganlar var üçün ben zaten mənim buruşda oylaydım anneannemi İslamdaki vaxtımda. Ben bir Yaponçunu yaxşı öyrensem, Yaponiyaga barsam, Yaponlar Müslüman bolsa, bular aqlli xalq bo'lgandan Uyg'urlar dunyo Müslüman bolsa debchi. Jackson Müslüman bolsa deb kim bo'pti-ku mesela Jackson'chi. Ayna o'ylab ketdik-chi, dinni yuqori ko'tarsam, din uchun hayotimni taqdim qilsam, deydigan bir gap bormi-chi? Din buni bizdan talab qilamdi. Din butun insoniyat uchun bir kurash qilishni nishon qilgan bo'lsa-mu, lekin har bir odam o'ziniki atrofidagi, ya'ni o'z yurtida, ya'ni o'z xizmat qilishni nima qiladi, tavsiya qildi. Nima uchun deyapti Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisalom tushgan oyat va sen ummul qura va uning atrofidagi insonlarning o'zini ogohlantirsa deb o'zi vazif qilganda. Nima uchun degan vaqtda o Payg'ambar alayhisalom butun dunyodagi insonlarni ogohlantirsa, Payg'ambar alayhisalom taqdi yetamdi. Ömrüm yetmeydi, kuchim yetmeydi. Kuchim yetmeydi. Bir kuz Amerikaga verish kerak, bir kuz Afrikaga verish kerak, bir kuz Janubiy Amerika, Avstraliya, misal Osiyo, misal hammaga berish kerak. Uning Payg'ambar alayhisalomniki
kuchi yetmaydigan bo'lgandan keyin Alloh taolo uni toqat yetadigan bir doiraning o'zini deb bergan. O'sha doirada xizmat qil deganda, To'g'ri. o yerda insonlar deydi, payg'ambar alayhisalom butun dunyoga rahmat deb. Tamam. Uniki payg'ambar alayhisalomniki o'zi dunyosi shu vaqtda olamin degan dunyosi shu Alloh taolo ko'rsatgan Makka Madina uning atrofidagi o'rin. Aşı bo'lgan. To'g'ri. Qur'oni Karimchi degan vaqtda Qur'oni Karim biz deganga o'xshashlar bu bir o'zi tuzum bo'lganligi uchun bu butun dunyoga qarata tushgan bir tuzum. Payg'ambar rahmat bo'lib qolgani yo'q. Qur'on rahmat. Qur'on butun dunyoga rahmat bo'lgan narsa. Payg'ambar alayhisalom Qur'oni Karimni ijro qilish orqali arablarga bir rahmat bo'lgan. To'g'ri. O'zining millatiga rost gap qilishni o'rganishimiz lozim. Payg'ambar alayhisalom butun dunyoga payg'ambarlik qilib ko'z tishish qandaq o'zi o mumkinati yo'q. Hozirgi zamonda misol bir payg'ambar bir odam payg'ambar bo'lgan bo'lsa hozirgi zamonning o'zining butun dunyoga payg'ambarlik qila olishi notayin yani. Sosyal medyada qilish mumkin. Lekin u unda qilqi nima butun dunyodagi insonlarga uning o'zini to'g'ri tushuntirish, butun dunyodagi insonlarga to'g'ri tushuntirish uchun butun dunyodagi insonlarning tilini bilish kerakda. Yani undaq bo'lish aslo mumkin emas. Uning uchun bu yerlik narsa nima desa, cheklik bir ish qilgan odamning o'zini cheksiz bir narsaga aylantirib o'tishning o'zi intayin cho'ng xatolik bu. Cheklik ömrümüzni cheklik ishlarga, shunami ya? Sarf qilaylik. Uning uchun bizcha degan vaqtda biz Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur xalqimiz uchun xizmat qilsak, Alloh taoloniki dinini to'g'ri ijro qilgan, to'g'ri o'zi Allohning dinida to'g'ri xizmat qilgan qatorida hisoblanamiz yani. Bu yerda din deyilayotgan narsaning nima ekanligini darslardami dedilar? 2 minut shu to'g'rilik debasizlar. Endi bu yerda Qur'onni asosan nurg'un odamlar hammasini bir qilibdi jug'urib lekin andaq tushunadi. Qur'onni 3 ga bo'lib tushunsak nihoyat yaxshi bo'ldi. Qur'onniki iymon, misol islom, hadis degan o'zi shu 3 nimasi bor. Iymon degan bob kelgan vaqtda Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxiratga ishonishni buyurdi. Bu ishongan odam mu'min bo'lib hisoblanadi. Bu mu'min bo'lgan odam namoz o'qish, ro'za tutish vazifasi bor. Namoz o'qish, ro'za tutish lozim. Ikkinchisi degan vaqtda Qur'onning ikkinchi nimasi islom. Bu islom Qur'onniki asosiy maqsadi. Chunki Qur'oni Karim nima deydi degan vaqtda "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-isloma dina" deganing o'zimi islomni sizlarga din qildim deylik. Shuning uchun bir odam islomga kirmoqchi bo'lsa, u odamniki buni nurg'un odam qabul qilolmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom zamonida bu ijro qilingan. Nurg'un odamlik payg'ambar alayhisalom qabilalar kelgan vaqtida ularga o'z dinni, ya'ni iymonni, e'tiqodni tabliq qilmay turib, ularga islomga, ya'ni tinchlik kelishimi tuzish. Yani İslam tinchlik dini. Evet. Yani o'zi bu bir nima? Bir tuzum. O tuzumni qabul qilganlik islomni qabul qilganlik bu hisoblanadi misolda. Shuni qabul qildim deb imzo chekkanlik islomni qabul qilganlikqa kirdi. Shuning uchun Makkada Abu Sufyonning ashnaga kirganligining o'zi islomni qabul qilganlik bu hisoblanadi. Ammo Abu Sufyon asla o'zi payg'ambar alayhisalomning payg'ambarlikka, Allah'ın birlikte işlenen bir adam emas. Zaten tarix kitap turdu nesle. Ayetin bağı sen İslam ettim de iman ettim demedi ya doğrulukçu. Eslem tudanlı neyme? Ve qalet l-Arabu amenna kul lem tu'minu ve lakin kulu eslemna diye ayet var. Aşağı ayetinin özünde uçuk çıkıp durdu. Üçüncüsü hadis. Hadis degen neymi dese? Allah Teala'nın kainatını yaratış hakkındaki vakalikten tatip ta ki özü malaik, şeytanlıki, yani iblislerin kan iş hareketlerini ta ki peygamberlerinki, onundaki özü peygamberin karşısındaki insanların kan iş hareketlerinin hemmesi Kur'an-ı Kerim nemdeydi dese? Hadis deydi. Hadis degenin özü Kur'an'da turdu aşının özü hel etak hadisi Musa degenin özü mü? Musa hakkındaki, yani Musa'nın vakalik hakkındaki haber geldi mi sana diyenge? Yani hadis, yani hakiki biz işenmesek bulmaydıgan hadis nerede diye vakti Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'nin sırtı da yazılıp kalgan, 200-300 yıl ki yazılıp kalgan neyse asla özü hakiki işiniş bulduğun hadisler emez. Ama onun doğrusu var, hatası var, doğrusunun özüne doğru deyip, doğru deyişimiz.
xatosini xato deyish bizniki haqqimiz. Shunda degan taqdirda lekin uning iymon etish to'g'riliq hech qanday talab yo'q. Qur'on Karimda Alloh talab qilgan narsa emas. Bu odatdagi bir odamniki ish harakatiga o'xshash. Masalan, bir mushrik bo'lsinmi yoki mayda yahud nasorolikku bir yahudiy ayri bir ishni qilayotgan bo'lsa, u to'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, uniki ishini to'g'ri deyish bu bizning vazifamiz. U yahudi bo'lib qolganligi uchunla uniki ishi to'g'ri bo'lsa-mi, uni xato deyish haqqimiz yo'q misolda. Bir mo'min to'g'ri ishni qilayotgan bo'lsa, u mo'min bo'lganligi uchun to'g'ri emas, uniki ishining to'g'ri bo'lganligi uchun to'g'ri deyish bizning vazifamiz. Shuning uchun Qur'oni Karim buni nim qiladi. Hamda u islomga kelgan vaqtda islom bir prinsip, misol o'zi Qur'oni Karimdagi prinsiplarning hammasini nima deydi? Islom deb qaraldi. Shu prinsipga asosan chiqarilgan hukmlarning o'zini jo'risa shariat deb ataydi. Qonunning o'zini nima deydi? Shariat deb ataydi. Qur'on. Shunga har ummatniki o'zi qarta bir shariat ya'ni qonun chiqarish huquqini berdik deganning o'zi nima degan vaqtida har bir millat o'ziniki yashayotgan sharoitga qarta qonun chiqarish huquqiga ega degan gap bo'ldi. Butun shu doiradagi shu davlatning ichidagi hozirgi vaqtida davlatning ichidagi butun fuqarolarni shu qonunning oldida barobar idora qilish bu adolatni tiklagan bo'ldi. Qur'onning maqsadi adolatni tiklash orqali adolat ostidagi barobarlikni vujudga chiqarishdan iborat. Yani oradaki dini, e'tiqod nima bo'lishiga qat'iy nazar. Chunki diniy e'tiqod degan vaqt diniy e'tiqod faqat Alloh va insonning orasidagi ish. Uning uchun bu Alloh va insonning orasidagi bo'lgan ishni inson bilan insonning orasiga paydo qilish bu nihoyat og'ir bir jinoyat deb hisoblanadi. Shu Qur'oni Karimda lakum dinukum valiyadin. Har odam o'zining e'tiqodi o'zimga deb yashashi lozim deb Qur'oni Karim bu prinsipni o'tirib qo'ygan. Avvaliga mo'min bo'lsa, masalan, ishonsa, o texmi yaxshi, musulmon texmi yaxshi nima bo'ladi shundaqmi? Odam bo'ladi. Balam 10 minut bormi, ne? Tamam, hozir. Tugaydi-da. O iymon etgandan keyin u odam texmi ishonchli bo'ladi, o'sha ishlarni texmi yaxshi qila oladi, shundaqmi? Bir odam iymon etib qo'yib, ya'ni Alloh ishini, payg'ambarlik ishini, farishtalar ishini, kitoblar ishini, ilohiy kitoblarga. Yani o'zi oxiratga ishongan bo'lsa, u odam islom prinsiplarini qabul qilmagan bo'lsa, u odamning iymoni hech qanday narsaga yaramaydi. Qur'oni Karimda bir odam mu'min bo'lgan bo'lsa, u odam islomni qabul qilmasa, u hech nima yaramaydiganligi uchun Qur'onning o'zida ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafatan degan oyat bor. Buni deganda, ey mu'minlar deydi, Alloh payg'ambar kitoblarga oxiratga ishongan insonlar siz islomga kiringlar deydi. Yani İslam'a giren deganimiz islom prinsiplarini qabul qiling. Bir odam masal iymon etib, ya'ni Qur'ondagi 5 shartni hammasini to'liq ijro qilib, Qur'oni Karimning ichidagi bir buyruqning o'zini inkor qilsa, u odam iymondan tamoman chiqib ketadi. Nima uchun degan vaqt masalan iblis. Iblisga Alloh taolo odamga hurmat qildi dedi. To'g'ri. Hurmat qil degan vaqtda undan men o'zi yaxshi narsa bo'lsam, u laydan men o'tdan yaratilgan narsa bo'lsa, uniga men hurmat qilaman deb o'tirib, uni hurmat qilmadi. İnsanlarniki bir-birisiga, yana bütün maxluqotlar bir-birisiga hurmat qilib yashash Alloh taoloning qo'ygan prinsipi. U vaqtda masalan bir odamning oldida ish bo'lgan bo'lsa, uni ish u odam. U ishga zulm qilmaslik lozim. Misolda odamga zulm qilishga asla mumkin emas-ku Qur'oni Karimda. Hatto hayvonotlarga o'zi o'z loyig'ida hurmatni bildirib o'tishi daldaraqim misol xalq yer kesib uning o'zini xorlab bunday qilish o'zi butunlay xato bo'lgan gap. Uning uchun bu yerda Alloh nima deydi degan vaqtida bu hurmat dunyoda insonning o'tirishga yoki koinotning o'tirishida cho'ng bir masala-ku. Masala bo'lganligi uchun buningga kirmagan odam, ya'ni buni qilmagan odam nima bo'ldi? Alloh taoloniki o'zi buyruqqa xiloflik qilgan bo'ldi. Xiloflik qilgan odam iymon chiqqan bo'ldi. Shu yerda iblisning o'zini vakani minal kafirin dedi. Alloh taolo. Demak bu yerdagi narsa nima desa, Allohga inkor qilish, payg'ambarga inkor qilish bilan emas, hattoki Allohniki Qur'oni Karimdagi bir atal buyrug'ini inkor qilish bilanmi ham nima bo'ladi desa, kofir bo'lib keta oladi insonlar. Musulmon kafir, mo'min fosiq. Nima? Yo'q. Mo'min kafir. Mo'min kafir, musulmon mufsid. Shu hiç ayrıldı. Bu gaplarni men Türk ustozlardan boshqalardan anglamaysizlar.
ustozniki bilan qilgan programning eng oxirgi bölümlerini anglasanglar, şu meseleler nəhayət iniq, aydın oturup quyulaqlıq, kitaptımı yazıqlıq. Yani muş kitapta şu tefsili, yazıqlıq, qarindaşlarniki o'qib muşunu paydalanışının özüne əlqi bu yerdə başqa bir şey düşünüb qalışqa hacət yox. Çünki bunun da nurg'unlagan zaman özü aşı iznib жүрüp tapqan narsalar Qur'oni Karimdan misalda. Onun üçün muşunu o'qigan vaqtda bu şu biz deyotgan narsaning hammasi ilmiy asosda tushuntirilgan. Aşağıdan özü sizlar yaxshi foydalanaysizlar Xudoyim bo'lsa inshaalloh. Endi Allah razı olsun bu sizin ilimleriniz zakiti bu. Yine yazımen devatıla, yine mesela Kur'an'ın tercümesini kılmen devatıla. Kur'an'daki manasını nüqatıma, Kur'an-ı Kerim'deki Uygurca manası da nüqatıma hem tercümesi emez. Ne için diye vaxtda hemiz tercümeni kıldı, hem de onunki Kur'an'ın mezmununun özüne milletke düşündürüşüm lazım. Çünkü o yerde manasının özüne nüqatıma biraz okşamaydı o kılıngan tercümelige. Xudoyim bo'lsa bu ma keler yildagi başlarda yoki o'tirlarda eng bo'lmadi degan kelar yilning oxirida chiqish mumkin deb o'ylayman. Allah razı olsun. Yeni bir mesele yine kop gelse mesela bu işlerini kıldılar şundan ya. Bu din insan üçün kelgen mi ya ki insan din üçün kelgen mi? Din insan üçün kelgen. Din insan üçün kelgenlik üçün insan onundan faydalanıp onunla öz meselesini hal kıldıran gap. Şunun üçün bu yerdə din üçün xizmat qilib emas, dinning prinsiplari orqali o'zimizga foyda oladigan. O'zimizning millatiga. Asla bu yerda Alloh uchun ish qiladigan ishim yo'q. Nima uchun degan Allohning bizning ibodatimizga, bizning qilgan amalimizga hech qanday ehtiyoj yo'q. Bu yerda faqat shu Alloh taolo bu yerdagi narsani deyishlik sabab nima degan vaqtda bizniki ishimizning yaxshi bo'lishi uchun deydi. To'g'ri. Her işte mesela ya aramızdaki münasebetinin yaxshi bo'lishi uchun, ya cemiyetimizin yaxshi bo'lishi uchun, ya iqtisodimizin yaxshi bo'lishi uchun Aşının üçün Kur'an-ı Kerim'de şu prensipler koyulgan. Asla onun Allah paydalıdığan ya başkadan paydalıdığan bir iş yok. Yani şu prensipler emel kılan adam yüzü paydalıdır. Yani demek bu yerine ne mi ki diye vakti din aslı insan için. Doğallığı benim hoşuma onu bölümde. Yani din bizim dinimiz emez, Allah'ın bizge. Allah özü bu yerdeki nurgun adam deydi ki bu xuddi Allah'a bir iş qilib berayotgandek. Bu Allah'a iş qanaqa iş qilib beramaymiz biz. İş qilishimiz uchun, ish qilib berishimiz hojatim yo'q. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Allah insonlarni to'g'ri bir harakat qilsin degan maqsadda bizniki g'amimizni yap deydi, mana shu bizning manfaatimiz uchun tushgan narsa bu. Bu yerda Allah oldigan foyda yo'q buniki ichida. Allah razı olsun. Yani şunda to'sima yine şu millet için bir hizmet olsun deb qilibdilar. Allah razı olsun. Rahmet sizlarga. Allohga emanet. Qadrlik. Ba'zi bir gaplarimiz mandaroq chiqib ketgan bo'lsa, kechirishinglarni umid qilamiz. Ilmiy asosda ba'zi narsani tavsiya qilsanglar, bizni qabul qilamiz. Biz o'rganuvchi mandaroq yetgan vaqtida o'lguchilik bir o'quvchi sifatida o'timiz, izlanimiz. Onun uchun biz hozir Yamanbek cho'ng bir olim bo'lib ketgan yerimiz yo'q. Ya'ni bilmagan nurg'un yerlarimiz var. Ammo buni ilmiy asosda, ilmiy usul bilan bizga yetkazsa, biz onun bilan belki muzokara qilishimiz mumkin, nurg'un kam yerlarimizni to'liqlashimiz mumkin, xato yerlarimiz bo'lsa o'ngshib mumkin. Bu bizga qilgan cho'ng bir o'zi g'amxo'rlik bo'lib deb o'ylayman. Aslo biz biz sirimiz tushib ketamiz deb uniki to'g'ri narsani o'zini to'g'ri bir qilgan gapning o'zini qabul qilmagan bunday narsa bizda mavjud emas. Inshaalloh hammangizga foydali bo'lishini umid qilamiz. Allohga emanet. Allah razı olsun. Kaderlik ilminin zakitini belgeler programısınınki körülmenleri bizden program bir şeyde tügeydi dem de ahırkı vaxtıda ama Qaza ve Kader diye ma kitaptınki PDF nusxası elkitap.org'da şeyde ba şeyden düşürüp okusanlar buludu. Amazon'da mı ba bu? Onun ki ma kitaptık Amazon'da çıkarmadık ha. Bu kitap ne? Çıkarımız inşallah Amazon'da. Bunu PDF'ini hazırca kitapnınki çıkımını çıkarıp okuca bir şey vermeyimiz. Şundan ko. Ama ben avazlı kılıp düşündürüş kılışım mümkün. Bununla haberdar bulup kılınlar yine. Endi ma bir eg'iz gapchi. Mushu kitapning o'zini bekor berib olsak bo'ladi. Biz davomli xizmat qilishimiz lozim. Evet. Mana do'stlar. Biz davomli xizmat qilishimiz lozim.
kitap chiqarib turishimiz lozim, millatimizga foydali bo'lish uchun. Shunga o'zi mush kitobni qog'ozning puli chiqsa bo'ldi bizga. O'zimizniki halqi emgi Alloh rizoligi uchun, millatimiz uchun o'zi bir xizmat qilib qolsa, shu bizga yetarli bo'ladi. Shuning uchun bu yerda halqi Xato tushunishib qolmasin. tushunmasin, hech qanday bir odam pul tepib oldigan ishmi hozirgi vaqtda kitob yozib pul topib olmaydi, buni hammadan bilib turadi odamlar. Shunda. Allah razı olsun. Kitap to'g'riliq ish shu. Bugun shu nayt yaxshi suhbat bo'ldi. Shu mikrofonni bugun og'achqa shuning bilan nayt xushalliqda ustoz meni ziyorat qilib kelibdi ekan. Shu fursatdan foydalanib bu programni qilib oldim. Yani shu to'g'riliq programga chiqishni xohlaydiganlar, o'z millat uchun xizmat qilgan nurg'un odamlar bor jamiyatda. Metanning sirtida shunga agar xohlasanlar sizlarni ziyorat qilsam bo'ladi. Undan keyin men diplom so'rashayotgan qarindoshlar mening diplomlarimni desanglar men ivatib berma. Zaten aş diplom so'rash degan ballar biladi mening diplomlarimning nereden chiqqanligini uchun. Shunga o to'g'riliq deydigan gapimiz shu. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vay